Assalomu alaykum. Men Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti pedagogika, psixologiya va inklyuziv ta'lim fakulteti maxsus pedagogika logopediya yo'nalishi 511-23 guruh talabasi Botirova Aziza bo'laman. Sizlarni bugun nutqida kamchiligi bo'lgan bolalarni ijtimoiy moslashtirish muammolari mavzusidagi slaydim bilan tanishtirib o'taman. Slaydimiz rejasi. Birinchi reja: nutqida kamchiligi bo'lgan bolalarning psixologik va nutqiy rivojlanish xususiyatlari. Ikkinchi rejamiz nutq nuqsonlari tufayli yuzaga keladigan ijtimoiy moslashuv muammolari. Uchinchi reja: ijtimoiy moslashuvni shakllantirishda oila, maktab va mutaxassislarning hamkorligi. To'rtinchi rejamiz esa bolalarni jamiyatga muvaffaqiyatli moslashtirishning samarali yondashuv va metodlari. Nutqida kamchiligi bo'lgan bolalarning psixologik va nutqiy rivojlanish xususiyatlari. Nutqida kamchiligi bo'lgan bolalarda umumiy rivojlanish jarayoni sog'lom tengdoshlariga qaraganda bir qadar sekin kechadi. Eng avvalo, ularning nutqiy apparatining harakatchanligi, tovushlarni talaffuz qilish aniqligi, artikulyatsion apparat muskullarining koordinatsiyasi past bo'lishi kuzatiladi. Bu esa tovushlarni noto'g'ri aytish, so'zlarni buzib talaffuz qilish yoki gap tuzishda qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Psixologik rivojlanish ham nutqning to'la shakllanmagani sababli murakkablashadi. Bola o'z fikrini to'liq ayta olmagani bois tez-tez noqulaylik sezadi, tortinchoq bo'lib qoladi. O'ziga nisbatan ishonchi kamayadi. Ko'pincha bunday bolalar atrofdagilarning so'zini noto'g'ri tushunadigan, xavotirlanadi va muloqotdan chetlashishga harakat qiladi. Emotsional barqarorlikning sustligi, o'z his-tuyg'ularini ifoda etishdagi qiyinchiliklar, qo'rqoqlik yoki haddan tashqari sezgirlik ham nutq kamchiligiga hamroh bo'lishi mumkin. Shuningdek, bunday bolalarda so'z boyligi sust rivojlanadi. Grammatik qurilish shakllari ishonchsiz bo'lib, murakkab gaplar qilishda qiynaladi. Bu o'z navbatida tafakkur, eslab qolish, diqqatni jamlash kabi kognitiv jarayonlarning to'laqonli shakllanishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, nutqdagi nuqson faqat nutqiy emas, balki psixik, emotsional va ijtimoiy rivojlanishning turli jihatlarida o'z ta'sirini ko'rsatadi. Nutq nuqsonlari tufayli yuzaga keladigan ijtimoiy moslashuv muammolari. Nutqida nuqson bor bolalar ijtimoiy hayotga qo'shilishda sezilarli darajada qiyinchiliklarga duch keladilar. Birinchidan, ular tengdoshlari bilan o'yin jarayonida to'laqonli muloqot qilmagani bois ularni tushunmaslik holatlari ko'p uchraydi. Ba'zan bolalar bunday tengdoshlarini masxara qilishlari, gaplarni takrorlab kulishlari yoki muloqotni istamasliklari mumkin. Bu holatlar nutqda kamchiligi bo'lgan bolalarda psixik jarohat qoldiradi. U o'zini jamoadan chetga tortadi. Ikkinchidan, bunday bolalar jamoaviy o'yinlar va mashg'ulotlarda passiv bo'lib qoladilar. O'qituvchi savol berganda javob berishga uyaladi. Fikrini noto'g'ri aytib qo'yishdan qo'rqadi. Shu tufayli muloqot jarayoni cheklanib, ular atrofdagilar bilan muloqotdan ko'ra yolg'izlikni afzal ko'ra boshlaydi. Bu esa ijtimoiy ko'nikmalar, salomlashish, so'rashish, o'yinga qo'shilish, suhbatda navbat saqlash kabi asosiy malakalarning yetarli shakllanmasligiga olib keladi. Uchinchi muammo stress, xavotir, agressivlik yoki yig'loqlik kabi emotsional reaksiyalarning ortishi. Bola o'zini tushunmayotganidan aziyat chekadi, o'zini kamsitilgan deb his qiladi. Bu holatlar uning ijtimoiy moslashuvini yanada qiyinlashtiradi. Shunday qilib, nutq nuqsonlari bolaning ijtimoiy hayotga kirishishda katta to'siq bo'lib qoladi. Ijtimoiy moslashuvni shakllantirishda oila, maktab va mutaxassislarning hamkorligi. Nutqida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiy moslashuvi faqat logoped orqali emas, balki oila, bog'cha, maktab va psixologlarning hamkorligida ishlash orqali ta'minlanadi. Avvalo, oilada bola sevgi va qo'llab-quvvatlashni his qilishi lozim. Ota-onalar bolaning nutq kamchiligini tanbeh sifatida emas, rivojlantirish lozim bo'lgan xususiyat sifatida qabul qilishi kerak. Ular bolaga sabr bilan munosabatda bo'lib, uni tushunishga harakat qilishlari, ko'p gap tushuntirish, kitob o'qish, suhbat qurish orqali nutqni faollashtirishlari zarur. Maktab yoki bog'chada o'qituvchi bola bilan individual yondashuv asosida ishlashi, unga murakkab vazifalar o'rniga bosqichma-bosqich yengil topshiriqlar berishi kerak. Jamoaviy mashg'ulotlarda uni faol ishtirok etishga undash, o'z fikrini erkin aytish uchun imkon yaratish muhim. Psixolog esa bola emotsional jihatdan barqaror bo'lish uchun maxsus mashg'ulotlar o'tkazadi, mustaqillik va o'zini qadrlash tuyg'usini rivojlantiradi.
Logoped mutaxassis nutq kamchiliklarini aniqlab, ularni bartaraf etish bo'yicha maxsus mashqlar, artikulyatsion gimnastika, fonematik eshitishni rivojlantirish, nutq sur'atini to'g'irlash, tovushlarni qo'yish va avtomatizatsiya mashg'ulotlarini olib boradi. Tez-tez mashg'ulot o'tkazish, natijalarini oila bilan muhokama qilishi va uy sharoitida mashqlar bilan mustahkamlash juda samarali bo'ladi. Bolani jamiyatga tayyorlash faqat maktabning vazifasi emas, balki oila, maktab, mutaxassislar uchligi tomonidan olib boriladigan uzviy hamkorlikning natijasidir. Bolalarni jamiyatga muvaffaqiyatli moslashtirishning samarali yondashuvi va metodlari. Bolalarni jamiyatga muvaffaqiyatli moslashtirish ularning shaxsiy rivojlanishi va ijtimoiy faoliyatga tayyorgarligini oshirish jarayonidir. Jamiyatga moslashish bu bolaning ijtimoiy, psixologik va axloqiy ko'nikmalarini shakllantirish bilan birga ularni real hayot sharoitlarida muvaffaqiyatli harakat qila oladigan shaxsga aylantirish demakdir. Samarali moslashuvning asosi individual yondashuv. Har bir bola o'z qobiliyatlari, qiziqishlari va psixologik xususiyatlariga ega. Shu bois o'qituvchi va tarbiyachi har bir bolaga alohida e'tibor qaratishi, uning kuchli tomonlarini rivojlantirishi va zaif tomonlarini qo'llab-quvvatlashi zarur. Pedagogik metodlar sifatida o'yinlar, guruh mashg'ulotlari va loyihaviy ishlardan foydalanish samarali hisoblanadi. Bu metodlar bolaning ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantiradi, jamoada ishlash, hamkorlik va mas'uliyatni ortadi. Shu bilan birga psixologik yondashuvlar orqali bolaning stressni boshqarish, emotsional ifodalash va o'ziga ishonchni oshirish qobiliyatlari rivojlanadi. Oilaviy qo'llab-quvvatlash ham muhim o'rin tutadi. Ota-onalar bolaning ijtimoiy faoliyatini rag'batlantirib, unga ijobiy namuna ko'rsatishi, qadriyatlar va odob-axloqni singdirishi kerak. Shu tarzda bolalar jamiyatda o'z o'rnini topadi, ijtimoiy muammolarni hal qilishni o'rganadi va kelajakda mustaqil shaxs sifatida muvaffaqiyatga erishadi. Ijtimoiy yondashuv asosida bolalar turli guruh faoliyatlariga jalb qilinadi. Masalan, jamoaviy loyihalar, sport va madaniyat tadbirlari, ko'ngilli ishlarda qatnashish. Bu jarayon bolaga hamkorlik, liderlik va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini beradi. Metodlar sifatida quyidagilar qo'llaniladi: rolli o'yinlar va simulyatsiyalar orqali real vaziyatlarda qaror qabul qilishni o'rgatish, mentorlik tizimi orqali kattalar yoki tajribali do'stlar yordamida yo'l-yo'riq ko'rsatish, muammoli vaziyatlar yaratib, ularni hal qilish strategiyasini o'rgatish. Bola ijtimoiy faoliyatga jalb qilinganda, u nafaqat o'z qobiliyatini sinovdan o'tkazadi, balki jamiyatdagi boshqa odamlar bilan samarali munosabatlarni rivojlantiradi. Shu bilan birga ijtimoiy yondashuv bolaning mas'uliyat, hurmat va hamjihatlik kabi muhim shaxsiy xususiyatlarni shakllantiradi. Bolalar jamiyatga muvaffaqiyatli moslashtirishda eng samarali yondashuv bu pedagogik, psixologik va ijtimoiy metodlarni integratsiyalash. Har bir bola o'ziga xos, shu sababli uni moslashuv jarayonida barcha jihatlardan qo'llab-quvvatlash zarur. Pedagogik yondashuv orqali bola bilim va ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, jamoaviy loyihalar va guruh mashg'ulotlari orqali ijtimoiy ko'nikmalar shakllanadi. Shu bilan birga psixologik metodlar bilan stressni boshqarishi, emotsional ifodalashi va o'ziga xos ishonchi ortishi ta'minlanadi. Ijtimoiy yondashuv esa bolaning real hayotdagi vaziyatlarga moslashishi osonlashtiriladi. Rolli o'yinlar, mentorlik, ko'ngilli faoliyat va guruh ishlari bolaning liderlik, hamkorlik va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi.